Assalomu alaykum tabiiy gaz iste'molchilari. Respublikamizda havo haroratining pasayishi kutilayotgani munosabati bilan Bekobod tuman gaz ta'minot bo'limi sizlardan tabiiy gazdan foydalanishda ehtiyot choralarini ko'rishingizni hamda isitish gaz jihozlarini dudburon va shamollatish tizimiga alohida e'tibor berishingiz zarurligini eslatib o'tadi. Hozirgi kunda asosan baxtsiz hodisalar xonadon ichkarisiga o'rnatilgan devor pechkalarining noto'g'ri o'rnatilishidan bo'layotganligi, ularning dudburonlarini tortish kuchi yo'qligi va devorlarda yoriqlar paydo bo'lib, is gazi sizib chiqishi sabab bo'lmoqda. Aziz tumandoshlar, isitish pechlaridan foydalanishda oldin ularni to'g'ri o'rnatilganligi hamda devorlarda yoriqlar yo'qligi, albatta mo'rikonlarning tortish kuchi boriga ishonch hosil qiling. Shuningdek, is gazdan zaharlanish xavfini oldini olish uchun quyidagi qoidalarga amal qiling. Nostandart isitish gaz jihozlaridan foydalanmang. Nostandart gaz yondirgichlardan foydalanmang. Gaz plitasidan uylarni isitish maqsadida foydalanmang. Dudburondan xonani isitish maqsadida foydalanmang. Gaz sizib chiqish aniqlash uchun ochiq olovdan foydalanmang. Gaz quvurlariga arqon bog'lash, unga yuk osish mumkin emas. Gaz asboblari o'rnatilgan xonalarda uxlash va dam olish mumkin emas. Shuni eslatib o'tishimiz kerakki, Bekobod tuman gaz ta'minot bo'limi fuqarolardan chiroqni yoqishdan oldin gaz hidi yo'qligiga ishonch hosil qilish kerak. Agar gaz hidi aniqlansa, yoniq turgan elektr jihozlarini o'chirmang. O'chiq turgan elektr jihozlarini yoqmang. Darhol xonani shamollatish chorasini ko'ring. Hamda 104 yoki 99 085 1004 raqami orqali Bekobod tuman gaz ta'minoti bo'limining avariya xizmat xodimlarini chaqiring. E'tiboringiz uchun rahmat.